Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Sovuqda sovqatmay yuribsizlarmi? Bir akamiz YouTube'da videomizni ko'rgan ekan, aloqaga chiqdi. YouTube'da ham kanalimiz bor, Instagramda ham kanalimiz bor. Aka YouTube'dan ko'rgan ekan, aloqaga chiqib, hozir kecha gaplashganmiz kech paytda. Dekoplast olgan chiqdik. Hozir aka tanlayapti, Xudo xolasa nasib qilsa. Kommentariyada ham yozgan ekan, 13 metrga 120 shapkaga tunikafon ishlataymi yo dekoplast ishlataymi degan ekan. Kecha gaplashdik, endi o'zi uydagilar bilan maslahatlashib dekoplast qiladigan bo'libdi. Aka hozir dekoplast tanlayapti. Gullarda nabori juda ham ko'p ekan. Ammo bu yerga chiqqandan keyin tanlash juda ham qiyin. Hammasi bir-biridan chiroyli. Odam ko'p. Yana ham gul.